Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Sizlar bilan qizlar.raqamiyavlod.uz saytidan loyihamizni ro'yxatdan o'tkazishni o'rgatamiz. Demak, platformamizga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, platformamiz ikki qismdan iborat. Chap tomonda ro'yxatdan o'tishga mo'ljallangan, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasini bossak, ro'yxatdan o'tish jarayoni boshlanadi. O'ng tomonda raqamli avlod qizlari loyihasi haqida videoroliklar berilgan. Loyiha qanday tayyorlanadi, oldingi tanlovda g'oliblarni o'zini xulosalari, sizlarga bergan takliflari, saytga kirganimizda birinchi shu videolar bilan tanishib chiqsak, o'qib chiqsak, loyihani qanday tayyorlash kerak, qanday qilib bu loyihada g'olib bo'lish mumkin degan savollarimizga javob topishimiz mumkin. Startap loyiha nima? 4 ta yo'nalish bo'yicha qanday qilib loyihalarni to'g'ri tayyorlash, menga bu loyiha nima beradi degan savollarga barchasiga shu yerda javob berilgan. Sizlarga tavsiya qilaman, ro'yxatdan o'tishdan avval shularni yaxshilab ko'rib tanishib chiqishinglarni. Demak, ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlaymiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda bizga ma'lumotlar to'ldirish uchun forum berilgan. Bu yerga kerakli ma'lumotlarni to'ldirib, ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlaymiz. Demak, bu qanday loyiha degan savolga mana loyihaning nizomi shu yerda turibdi. Bemalol yuklab turib, o'qib, tanishib chiqishinglar mumkin bo'ladi. Mana loyiha qaysi tartibda o'tkaziladi, hamma savollarga shu nizomda javob bo'ladi. Boshlaymiz ro'yxatdan o'tishda. Hilola Husanova, Sharafa, tug'ilgan sanasini tanlaymiz. Demak, 2006 20-dekabr deylik. Qaysi yosh toifasiga kiradi? 16-20 yosh toifasiga kiradi. Demak, telefon raqam. Bu yerda qaranglar, telefon raqam qanday bo'lishi kerak? Telegram botga o'tib turib, Telegram botga start bosamiz. Birinchi avval shu Telegramimizdagi raqamni u yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Mana, demak, 95 015 65 44. 95 015 65 44. Shunday telefon nomerimizni Telegram botdan ham ro'yxatdan o'tkazdik. Endi kod olishda bizda muammo bo'lmaydi. Manzilimizni yozamiz. Deylik. Emailimiz bo'lsa yozamiz, bo'lmasa shart emas. Telegram username ham xuddi shu ko'rinishda. Hududni tanlaymiz. Toshkent shahri. Deylik, Bektemir tumani. Loyihada nizomida ikki xil holatda qatnashish mumkin. Yakka o'zi yoki sherik bo'lib qatnashish imkoniyatiga egasizlar. Agar loyihangizni 2 kishi birga qilgan bo'lsanglar, sherik qo'shish imkoniyati bor. Maksimal 2 kishi bilan gruppa shakllantirishimiz mumkin. Loyiha nizomida shunday keltirilgan. Agar sherigingiz mavjud bo'lsa, bu tugmani bosib, sherigingiz ma'lumotlarini ham kiritasiz. Loyiha ikkalalari ham umumiy ketaveradi. Sherigingiz yo'q bo'lsa, bu oynani e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin. Loyiha yo'nalishi. Loyiha 4 ta yo'nalishda qaysi yo'nalishga tegishli bo'lsa, tanlaysiz. Ta'lim yo'nalishi, misol uchun, loyiha haqida. Mening loyiham orqali, misol uchun, o'quvchilar ingliz tili o'rganish jarayonini tezlashtirishi va sifat kafolati yuqori darajaga chiqishi mumkin. Deylik, sizlar buni to'liq loyihalar to'liq tavsifini yozib chiqasizlar. Sizlar o'rgatish uchun ozgina yozib qo'ydim. Qanaqadir muammo yechim bo'lishi mumkin sizlar tanlagan loyiha. Hammasini to'liq yozib chiqsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu loyihalarda tuman bosqichida, hamma bosqichda himoya qilishda to'liq ma'lumotlar sizlarga yordam beradi. Endi loyiha faylini yuklash jarayonini boshlaymiz. Bunda o'sha loyihamizni prezentatsiya qilishimiz uchun fayl tayyorlangan ular PDF yoki Word variantda yoki rasm variantda shu loyihamizni yuklaymiz bu yerga. Deylik, mana 1 2 3 meni loyiham deylik. Mana 1 2 3 PDF bu yerda chiqdi. O'sha loyiham yuklandi. Yaxshilab qaraymiz. Majburiy katachalar, mana yulduzchalar bilan belgilanganlar majburiy to'ldirishimiz shart bo'lgan katachalar hammasi to'ldirilganligiga qaraymizda, hammasi joyida bo'lsa, yuklash va yakunlash tugmasini bosamiz. Bizda Telegram botga kod keladi. Endi Telegramga o'tamiz. Bu yerda biz uchun mana kod keldi. Buni nusxalaymiz va bu yerga ko'chiramiz. Tasdiqlash tugmasini bosamiz.
loyihangiz muvaffaqiyatli yuklandi. Mana shu xabarda olsanglar, loyihalar muvaffaqiyatli yuklanganini bildiradi. E'tiboringlar uchun rahmat.